bir akamizga o'zi 14 Pro ga Xitoy ekran qo'yganmiz. Xitoy sababi o'sha payt Xitoy ekran o'zimda bor edi. Original ekran yo'q edi, yaxshi ishlaydigan ekran yo'q edi, zakaz qilish kerak edi va hafta 10 kun, shunaqa 10 kun, 15 kun vaqt ketishi uchun Xitoy ekran qo'yib beruvdik, ishlatib ko'rdi. Xitoy ekranni ishlatilmadi, yaxshi emas. Puli arzonu, sifati baribir puliga qarabda. O'shaning uchun aka aytdi, menga bu ishlatib olmayapman, menga boshqa ekran dedi-da, mayli 15-20 kun bo'lsa ham kutdi. Endi mana kelgan ekan, xudo xolasa olib qo'yib, chiroyli qilib o'zidek qilib ishlatib beramiz. Shu jarayonda sizlar bilan birga o'tkazamiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Oldindan rahmat. Ekran qo'yayotganda обязательно bu suvdan himoya qiladigan klayni qo'yamiz. O'zinikidan yaxshi chiqishi uchun. Ana shu joyi qiziqda. Hamma narsani ham buzilgan holatidan yaxshi tuzalgan holati qiziq bo'ladi-ku. Qanaqa ishlaydi, nima bo'ladi? Telefonimiz tayyor bo'ldi, chotki bo'ldi, shikkanat bo'ldi. Endi egasi rahmat aytmasdan boshqa iloji yo'q. Sababi original bilan birga bir kopiya ekran qo'yilgan, ishlashida, sensorlarida ham, ranglarida ham deyarli farq qilmaydi hech kim. Mana shikkanat bo'ldi. Hop, bismillah. Oh, yaltirab chotki bo'ldi. O'zini ekrani bilan deyarli bir xil. Ishlashlarida ham mana akam kurtoy ekan, Cobalt ustiga o'tiryapti. Ishlashlarida ham bittada. Chotki, shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa qilasiz. Assalomu alaykum.